Mani soxta akkauntlarimga aldangan Farida opa bilan bugun uchrashdik. O'zi o'sha akkauntni siz qayerdan topdingiz? Instagramga chiqib qoldi. Necha pul to'lov qildingiz unga? Men o'zi kam ta'minlagan ayolman. O'quvchim yodim, sharoitlarimni tushuntirgan bo'yicha, bo'pti sizga dedi 250 ming tashib yuboring deyishdi. 250 ming menga anaqa qildi, keyin shundan tashqari dedi, kommersiyasi bor dedi. 1 million 400 to'lasangiz sizga dedi 14 million qilib chiqarib beramiz deyishdi. Mana ko'rib turganingizda, o'rtoqlar, bu odam, ya'ni men nomidan ochilgan fake account mana Telegram kanalimga tashlagan dumaloqcha videoyimni olib bularga yuborgan. Undan tashqari men o'zimman deb bu iflos Qur'onni rasmini mana Alloh qo'shib bularga yuborgan. Hozir Farida opa yonimga keldilar. Men ularga o'zimning pasportimni ko'rsatdim. Men Ilhomjon Ibrohimov ekanligimni bildingiz. Bildim, bularga aytsam yo'q dedi, haqiqatdan ham Abdullohman mana Qur'on kitobini haqqi tasdiqlab berib, mana pasportigacha qo'yib menga shunaqa deb o'zini ishontirishdi, lekin men aytdim. O'rtoqlar, oson pul hech qachon tradingda topilmaydi va hech kim sizni pulingizni ko'paytirib bermaydi. Hech kimga ishonmanglar va meni ismim Ilhomjon Ibrohimov, hech kimning pulini ko'paytirib bermayman.